Düşman yağı. Ey sen kırız suğuş, üzüldü bit sinde gümürler. Bürküt kibik irler başın saldı, aşılmışı kaldı biriler. 22 iyun bizning tariximizda eng qayg'uli datalarning birisi. Büyük Vatan Soğuşu başlanı günü. Bu gün faşistler tarafından cezalangan, tılda açlık, yalang'ochlikdan vafot bo'lgan barliq kishilar turida esga tushira. Rossiya Federatsiya Prezidentining 1996 yılning 8 iyunundagi ukazi bilan 22 iyun Büyük Vatan Soğuşu başlangan gün xatir hem qayg'u kuni deb e'lon etildi. Vatanimizning shaharlari ham ovullari degan yo'q vaqtida aerodromlardan Nemet samolyotlari havoga ko'tarildi. Bütün kun botishiga bo'ylab tovush bilan qurol otulari yang'iradi. Hava motorlar, tanklar ham yuk mashinalari bilan to'ldi. Nemet faşist ilbasarlari so'g'ish e'lon etmishi bizning ilga hujum etdilar. Faşist samolyotlari shahar ham portlarni, aerodromlarni ham temir yo'l stansiyalarini o'tqa tutadilar. Bolalar lagerlarına, hem bog'chalarına, xastaxonalarga, turoq yurtlarga bir ortli bomba yog'a boshlaydi. Radio bütün xalqqa so'g'ish boshlanuvi turida xabar etadi. Kishilar vatanni saqlovga ko'tariladi. Büyük Vatan Soğuşu boshlangan dahshatli kunlarda vatanga to'g'riliq yüzünden izgi so'g'ish jiri yang'iraydi. Sizning uchun 22 iyun sizning xotirda, sizning uylarda nindi bo'lib qolarga tiyиш. Nechik o'ylaysiz? Bu sizning tug'an kuningiz deb tayyorlangan. Chunki siz bo'lsin uchun, siz yashasin uchun. Siz shunday motor rahat turmushda yashasin uchun sizning bobolarınız, etileri, babalar o'zlarining qurbon etganlar. Mana ularning familiyalari, ismlari mында. Her birigiznikida shunda. Kimningdir babaylari so'g'ishda halak bo'lgan, kimnikidir qaytqach endi vafot bo'lgan. Bugungi kunda rayonda bizning 5 so'g'ish veterani, so'g'ishni ko'rgan, Büyük Vatan Soğuşu'nu ko'rgan veteranimiz esen sağ.